Assalomu alaykum. Mikrofonni bunday qiling deya yigitlar o'rgatishdi. Mikrofon men bilan 28 yildan beri. Bu haqida biroz turib. Hozir so'z haqida. So'z zabarjat. So'z gavhar, oltin. So'zni aslida o'ylab qarasa, zargarlikning mashaqqati ko'p. So'zni baytga qadashdan oldin kaftingga qo'y. To'yib qara. O'p. Erkin Vohidov So'z latofati kitobidan olingan bu misralar so'zni mo'jizaga tenglashtiradi. Chindan ham so'z mo'jiza, so'z bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar ham mo'jizaviy. Va mana shu haqida sizga mana bu tasvir aytishim mumkin. Eslasangiz, Eddie Murphy o'ynagan 1000 ta so'z filmi bor. Va bu yerda juda sergap bosh qahramon har bir so'zi sababli umr daraxtini yaproqlari, barglari to'kilishiga sabab bo'ladi. Filmning o'zida falsafa kuchli, lekin mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nima deyilmoqda? So'z bilan bog'liq jarayonlar ham mo'jizaviy. Va biz mana shu mo'jizaviy holatni so'z qudrati deymiz. So'z qudrati haqida gapirmoqchiman sizlarga. Assalomu alaykum. Barchaga assalomu alaykum so'zini aslida radio efir orqali anchadan buyon gapiraman. Bugun esa bor yo'g'i to'g'rima-to'g'ri sizlar bilan gaplashgan holda so'z haqida aytmoqchiman. So'z aslida muloqotda ahamiyati juda ham katta. Va kasbim gapirish bilan bog'liq bo'lgani uchun 28 yildan beri gapiraman va kimdir aytishi mumkin, o'zi ayol kishiga gapni beri qoch deydi. To'g'ri. Ayol kishilar gapirishni yaxshi ko'radi, men ham yaxshi ko'raman. Lekin mikrofon yoqilganda mana shu yaxshi ko'rishim ikki hissa bo'ladi. Ya'ni meni sevinishim, so'z orqali ta'sir eta olishim karralarga oshadi. Va so'zni mas'uliyati ham borligini esdan chiqarmaslik kerak. So'z aslida efirlarda eshitaman-da, insonlarni nafaqat kayfiyatiga, balki ruhiyatiga, xatti-harakatiga va hattoki qarorlariga ta'sir qiladi. So'zlar bu bor yo'g'i tovushlar birikmasi deb kimdir o'ylaydi. Gapirdim, qo'ydim, soatlab gapirishim mumkin. Maza qilib chaqchaqlashdik. Nima haqida gapirdinglar? Bilmadim, maza qildim deydi-yu inson. Lekin so'zni qudrati, so'zi magnetikasi, so'zni o'zini kuchi borligini har doim ham esda qoldirmaymiz. So'zlar yordamida aslida so'z bu bor yo'g'i tovushlar birikmasi emas, balki ishchi qurol ekanligini o'ylaydigan bo'lsak, so'zlar yordamida biz ana shu qurolni to'g'ri ishlatgan holda ko'priklar misoli mustahkam munosabatlarni qurishimiz mumkin. Yoki lovullab turgan munosabatlarni, ayni mojaroga yetib kelgan munosabatlarni mo'tadillashtirishimiz mumkin. Bitta misolni keltiraman. Tarixga nazar. 1978-yil Camp David. O'sha paytdagi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jimmy Carter. Jimmy Carter mahoratli diplomat inson edi va u o'zini so'zamonligi tufayli, u o'zini diplomatik iboralari tufayli ikkita o'sha paytda dushman bo'lgan mamlakat, Misr va Isroilni yarashuviga sababchi bo'ladi. Ikkita davlat tarixiy sulh tuzishida mana shu bitta insonning so'zi sabab bo'ldi. Sabab so'z. So'zlar boshqa vaziyatlarda ham sababchi bo'lishi mumkin. So'nib qolgan qalbni yondirib yuborishi mumkin. Kimda shunaqa bo'lgan? Yoki lovullab turgan, sevishgan qalblarni ajratishi mumkin. Bunga ham bitta misol keltiraman. 2010-yil va 2010-yilda o'zida mashhur Hollywood aktyori Johnny Depp
intervyu beradi. Intervyu beradi, u paytda juda bir sevishgan inson sifatida o'ynab kulib yuradigan shaxs, lekin intervyusida bitta gap gapiradi va bu gapi sevishgan yori bilan ajralishiga sabab bo'ladi. U aytadiki, "Ha, bilmadim. U bilan munosabatlarimiz qay tarzda davom etishi mumkin?" Sababchi yana so'z. Biz so'zlarni ko'p-to'k kabi o'ynashimiz mumkin. Lekin qarang, bu vaziyatda va turli-tuman vaziyatlarda so'z ahamiyati haqida biz o'ylamay qo'yamiz. Lekin so'z ahamiyati haqida ko'pchiligimizni sevimli bo'lgan iPhone'imizni muallifi Steve Jobs aytgan ekan. So'zlar shu qadar kuchli ta'sirga egaki, ham ilhomlantirishi, ham yo'q qilib yuborishi mumkin. Olimlarning aytishicha, biz eshitadigan va ishlatadigan so'zlar nafaqat aqlan, balki ruhan va hattoki jismonan ta'sir etishi mumkin. Masalan, misollarni keltiraman. Bu narsani aksariyatingiz bilishingiz mumkin, lekin kimdir bilmasligi mumkin. Negativ so'zlar qanaqa ta'sir bor bilasizmi? Negativ so'zlar miyamizdagi qo'rquv markazlarini faollashtirib yuborar ekan. Va shuni orqasidan natijada stress gormonlari ishlab ketishi mumkin ekan. Bor yo'g'i so'z, bor yo'g'i tovush deyishi mumkin, lekin basharang qurmasin. Seni ko'rishga ko'zim yo'q deyish, aytdingiz qo'ydingiz, ayniqsa biz ayollar emotsiyada. Lekin bu qarang, stress gormonlarini ishga tushirib yuborishi mumkin. Pozitiv, aksincha pozitiv so'zlar tasavvurimizni kengaytiradi, bizni ichki resurslarimizni ko'paytiradi, jismonan va ruhan bizni yanada salomat bo'lishimizga sababchi bo'ladi. Metaforik iboralar degan tushunchani kim biladi? Bitta qo'lni ko'rdim. Metaforik iboralar bu aslida taqqoslash, qiyoslash zo'r. Metaforik iboralarni biz oddiy hayotda qancha ko'p ishlatsak shuncha yaxshi. Deylik, metaforik iboralar oy va yuz. Oy yuzli, oyi o'zi emas, lekin yuzimiz oy yuzli bo'lganini aytsak, bu nima qiladi? Insonni ancha tetiklashtirib, metaforik iboralarni ishlatish natijasida og'riq hissi kamaytiriladi. Tasavvur qiling, kimnidir chiroyli taqqoslab gapirsangiz, og'riq hissi u insonda kamayadi va shu bilan birgalikda yurak urishi, qon tomir faoliyati yaxshilanadi. Yana bir misollarni keltirishim mumkin. Bu misol o'zimga taalluqli. Shukrona so'zlari. Shukrona so'zlari nafaqat shukr so'zi bilan bog'liq. Bu so'zlarni biz nafaqat o'zimizga, atrofdagilarga ham boringga shukr, yaxshi ham sen borsan deya biz shukrona so'zlarimizni doimiy ravishda aytadigan bo'lsak, yurak xuruji bilan bog'liq yallig'lanish darajasi, tasavvur qiling, 0 ga tushar ekan. Va Stanford universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ijobiy so'zlardan foydalangan insonlar samarali hamkorlik qilishga anchayin moyilligi kuchli bo'ladi. Mana ishbilarmon, tadbirkor ayollar oramizda ko'p. Sizni ishbilarmonlik xususiyatingiz karraga oshadi qachonki siz muzokara paytida ijobiy iboralarni oldindan tayyorlasangiz ham bo'ladi. Ijobiy iboralarni gapirib ketsangiz, nafaqat muzokaraga taalluqli, sizni suhbatdoshingizga taalluqli. Va muzokaralar hamda suhbatlarda so'z tanlay olishimizni naqadar muhimligini yuqoridagi vaziyatlar ko'rsatsa, Garvardda o'tkazilgan tajriba bo'yicha savollarni oxirida agar nima uchun degan gapni gapirsangiz, suhbatdoshingiz sizga bo'lgan moyilligi, munosabati 2 karra ijobiy tomon o'zgarar ekan. Bor yo'g'i ikkita so'z. Nima uchun? Nimaga? Ya'ni siz ancha ochiq bo'lar ekansiz. So'zlar haqida TED konferensiyasi ishtirokchilaridan biri, aloqalar bo'yicha ekspert Julia Waylati aytgan ekan, so'zlar nafaqat reallikni tasvirlab bera oladi, balki uni gavdalantirish vositasidir. Ya'ni
o'ylab qarasak, so'zlar ham bemalol yangi bir reallik dunyoga keltirishi mumkin. Masalan, yana bir misol, muloqotning 93% garchi noverbal bo'lsa-da, mana meni ko'rib turibsiz, gapim bor yo'g'i 7% miyangizga o'rnashadi. Qolgan 93% noverbal tarzda. Qanaqa gapiryapman, xatti-harakatlarim va hokazo, qadam tashlashim, nafas olishim va hokazolar 93% sizga verbal yetib boradi. Lekin 7% bor yo'g'i so'zlar orqali. Lekin mana shu 7% ham katta ahamiyatga ega. Ayni so'zlar o'zgalarni anglashimizni shakllantiradi. So'z sababli biz inson haqida to'laqonli tushunchaga ega bo'lamiz. To'liq portret deyiladi-yu. Statistika ham bu haqida raqamlar orqali gapirmoqda. 75% odamlar samarali muloqot ish joyidagi samaradorlikni oshiradi deb o'ylaydi va 85% insonlar ishda muvaffaqiyatga erishish uchun muloqot ko'nikmalariga bog'liqlik joyi bor degan ishonch hosil qilishgan. Ya'ni qarang, muloqot, samaradorlik, so'z yordami. Aslida men nutq so'zlash bo'yicha ustozman. Va so'zlar chinakamiga ishchi qurol ekanligini, so'zlar chinakamiga insonlarga ta'sir qila olishi mumkinligini juda yaxshi tushunaman. Bir narsani ishonch hosil qildim. O'quvchilarim qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa faoliyat bilan shug'ullanmasin, so'zni qadrini bilgandan keyin har qanaqa sohada o'ziga ishonchi oshadi. Qilayotgan harakatlari ancha samarali, faoliyati uddaburonlik bilan torishgan bo'ladi. Darvoqe, imkoniyatdan foydalanib, endi jahon sahnasi Amerikadami, Kanadadami, Turkiyadami, Janubiy Koreyada va albatta O'zbekistonda bo'lgan shogirdlarimga kattadan katta salomimni yo'llayman. Men ustoz sifatida bir narsa qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Mashqlar o'tkazishni. Mashqlar bilan o'quvchilarimni qiynashni yaxshi ko'raman. Yo'q demasanglar, qiynamayman, lekin uchta samara beradigan mashqni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Xohlaysizlarmi, yo'qmi? So'zlar qani? Xo'p, birinchi mashq 5 ta so'z mashqi. Har birimiz ma'lum bir speech tayyorlaymiz. Ma'lum bir muloqotdan oldin o'zimizga zagotovka deyiladi-yu, misollar keltiraman. Bu haqida gapiraman, bu deya tezis qilamiz. Ana shu tezislar o'laroq har bitta jumlamizda har bir jumlani eng muhim bo'lgan bitta so'zini tanlaymiz. Deylik, sahnada turibman. Qisqa jumla. Mana shu jumlani muhim so'zini, kalit so'zini tanlayman men. Sahnada. Va mana shu sahnada degan so'zga 5 ta sinonimik so'z topaman. Bu mashqqa foydali tomoni nimada? So'zamonligingiz oshadi. So'zlashish darajangiz, iqtidoringiz yuqorilaydi. Qancha ko'p so'zlarni topsangiz shuncha yaxshi. Sahnada turibman. Sahnada degan so'zni yana 5 ta qanaqa so'zlar bilan almashtirishim mumkin. Qizil doirani o'rtasida turibman. Tabassum to'la zalda turibman. Chiroq yoyilib turgan joyda turibman va hokazo. Tushuntira oldimmi? Har bir uchrashuvdan oldin asosiy bo'lgan gapingizda mana shunday ko'p sinonimik gaplarni agar tayyorlaydigan bo'lsangiz, bemalol gapingiz quyilib keladi, qo'rqmaysiz ham. Keyingi mashq, yaxshi ko'raman bu mashqni. Hattoki tayyorlanishimdan oldin loyiha tashkilotchilari iltimos batafsilroq shu narsani tushuntiring, tushunish kerak deya. Rangli so'zlar mashqi. Agar bilsangiz, menimcha ko'pchilik eshitgan, musiqani va so'zni rangi bo'ladi. Faqat hamma ham bu narsani bilmaydi. Darvoqe, mana shu rang bilishni o'zini nomi bor. Sinesteziya. Dunyoni 4% insonlari sinestetik. Va dunyoga mashhur bo'lib ketgan o'sha amerikalik xonanda Billie Eilish ham sinestetik aslida. U musiqani
rang bilan ko'ra oladi. Biz esa hozir mashq qilib ko'ramiz. Biz so'zni rang bilan ko'ra olamiz. Hamma o'zini ismini biladi. Ichida o'zini ismini aytib 3 soniyaga ko'zini yumgan holda ana shu ismini rang bilan taqqoslaydi. Vaqt ketdi. 3 2 1 Kim rang ko'rdi? Qoyil, sinestetiklar bor ekan oramizda. Qoyil, bu zo'r mashg'ulot. Aslida nafaqat ismingizni, sizga ma'qul bo'lgan jarayonda, deylik, xayolingizda nimadir eslab qolmoqchisiz. Ana shu jarayonni ham ranglar bilan bezasangiz, shundoqqina qolibday miyamizga o'tiradi, qoladi. Va yana bir mashg'ulot bor. Bu mashg'ulot aksariyatimizga kerak. Bu mashg'ulot darvoqe sahnaga chiqishdan oldin ham amalga oshiriladigan mashg'ulot. Bu mashg'ulotning nomi 4 ta savol mashqi. Har birimiz kim bilandir gaplashganda yoki kimgadir fikr yetkazmoqchi bo'lganda hayajonlanamiz. Mana shu hayajonni bosish uchun o'zimizga 4 ta savol beramiz. Matritsa sifatida 4 ta oynachaga joylashtiramiz. Aytsam nima bo'ladi? Gapimni. Aytmasam nima bo'ladi? Keyingisi. Aytganimdan so'ng nima bo'ladi? Hop, aytmaganimdan so'ng nima bo'ladi? Mana shu 4 ta savol sizni chiqish qilishingizdan oldin juda ham katta madad turtki bo'ladi. Va mana shu mashqlar aslida sizni so'zlashingizda o'zingizni o'ziga ma'no beradi. So'zlaganda uydami, ko'chadami, balki ofisda, katta bir jamoa oldida, davlat darajasida so'zlaganda inson albatta bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. So'zlash o'z yo'liga, lekin so'zlash barobarida eshita olish ham muhim. Hozir o'zim gapiryapman, lekin bu to'g'ri professional qolipday tushgan. Sizni nafasingizni ham eshitib turibman. Va mana shu nafaslarni kundan kunga har kuni radio efirda eshitaman. Buni juda boshqacha bir tomoni bor. Gap shundaki, TED konferensiyalarning faollaridan biri Mixail Kazinik, san'atshunos, aytgan ekan, so'z bu ohang, so'z bu teatr, so'z bu o'yin. Va ayni yuqorida aytganim boshqacha tomoni bor so'zlashish deganim, so'zlashganda mashaqqatdakka qabul qilmang. So'zni o'yindakka emas, lekin eksperiment sifatida qabul qiling. So'zlar bilan fikrni yetkazish aslida ajoyib. So'zlar orqali insonlarning kayfiyatiga ta'sir qilish, insonlarning ruhiyatini ko'tarish, insonlarni qaror qabul qilishida to'g'ri yo'naltira bila olish bu katta mahorat. Va ishoning, bu mahoratga har birimiz egamiz, ichimizda bor. Zero bu mahoratni egamni o'zi bergan. Keling, mahoratli so'zamol shaxslarga aylanaylik. Keling, o'zimizdagi mana shu mahorat borligiga ishonaylik. Siz so'zamolsiz. Har biringiz. Va bu sizda bor. E'tiboringiz uchun rahmat.